Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, alhamdulillah Allohning fazli bilan Shom diyoridagi ehtiyojmand mazlumlarga non tarqatishga yetib keldik. Aziz birodarlar, bizani nazlimizda non juda arzimagan narsa ko'ringani bilan, lekin mana bu mazlumlar uchun shunaqasi ham bo'lib turadi. Mana bu mazlumlar uchun aziz birodarlar, non ham katta narsa. Mana shu bitta salafan paketdagi non bir kunlik yeydigan non hisoblanadi. Shuni ertalabda kechgacha bir kunda yeydi mana shu arzimagan ko'ringani. Lekin hozir ko'rdinglar, boshida kelishimiz bilan video oldik, mashinani ko'rib, bizani ko'rib, yosh bolachalar yugurib nonni olaman deb chiqib kelishdi. Uni videoni ham qo'yib yuboramiz. Endi inshaalloh Allohning fazli bilan aziz birodarlar mana bu nonlarni hozir tarqatamiz. Hozir bolalarni qanchadir madrasada, mana o'sha maktab, bog'chalarda qolganlari shu. Lekin hozir yetganicha beramiz, qolgan uylarida bolachalar chiqolmagan chodirlarni o'ziga ham yetkazib beramiz inshaalloh. Bu yog'ini video jarayonida davomida ko'rib boraverasizlar inshaalloh. Aziz birodarlar, oddiygina non olib keldik, biz uchun oddiy bo'lib ko'ringan non olib keldik, bolalar xursandligidan non olishga yugurib kelishyapti. Subhanalloh, ba'zi ko'plarning oyog'ida ham yo'q ekan. Oyog'ida bori ham yirtilib yetib kelgan ekan. Shapkami? Salafalli shapka. Yugurish qani. Qaranglar, bu yoqda o'sha subhanalloh anaqaga singib ketganda, kichkina bo'lishiga qaramasdan qizlar addenlar turib olishibdi. Addenlar rad bo'lib, bolalar addenlar rad bo'lib turyapti. Qaranglar, biz aytganimiz yo'q. O'zi shu yerga qator bo'lib turib olinglar, non tarqatamiz deganimizdan keyin bu yoqga qizlar turibdi, bu yoqga bolalar turyapti. Bularda madrasada, daji bog'chalarida ham shunaqaki, o'g'il bolalar addenlar sinfda o'qiydi, xonada, qiz bolalar addenlar xonada o'qiydi. Alhamdulillah. Tafaddali. Tafaddali. Ha? Tafaddali. Xursand, bular hozir qaranglar, xursandligini nonga yana shoshib ketyapti, bor olaman deb. Orqadagilar zo'rg'a turibdi ko'z nonda. Tafaddali. Tafaddali. Bolaja soliha, qoriya, muslima qizlar inshaalloh. Hozir aziz birodarlar, mana bu muhayyamat chodirlarni mudiri, ya'ni qarovchisi, oilalarni katta kichikligini men bilaman, menga bersanglar men o'zim tartib qilaman degani uchun o'zlariga topshirdik. O'zlari hozir katta oila, kichkina oilaga qarab turib tartib qilishyapti inshaalloh. Yalla niyahudimchi yalla. Aziz birodarlar, mana bu ukamizdan hozir yana nimaga ehtiyojing bor deb so'rab gaplashmoqchimiz inshaalloh. Shu ismak axi? Mashallah. Ana Musab. Shu biddak kaman. بدنا صوب صوبات بدنا تدفئة فحم سداج ايوه لباس بواط شوادر ما في هلا عندك بوت؟ الله يرزقك. تدفئة الله يرزقك. تدفئة بطاريات ألواح. Aziz birodarlar, ukamiz hozir nimaga ehtiyojing bor, yana nima xohlaysan desam, oyoq kiyimlarimiz yo'q dedi. Libos kiyimlarimiz yo'q dedi. Pechkalarimiz yo'q dedi. Pechkaga yoqishga ko'mir o'tinlarimiz yo'q dedi. Ya'ni qishga kerak bo'ladigan ehtiyojlarini bir qanchasini sanab o'tishdi. Yana bir qanchasini menimcha aytishga uyaldi. Aziz birodarlar, mana bu yaxshilikdan, mana bu ehsonlardan ortda qolmanglar. Yaxshilik karvonimizdan ortda qolmanglar. Kim mana bu mazlum-mazlumalar uchun, mana bu ukalarimiz, singillarimiz uchun va boshqa yerdagi chodirlardagi yashovchi mazlum-mazlumalar uchun, aka-uka, opa-singillarimiz uchun yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, Muhsin xayriya fondi orqali G'azodagi mazlum-mazlumalar va Shomdagi mazlum-mazlumalarga o'z yordaminglarni yetkazsanglar bo'ladi. Aziz birodarlar, barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Barcha qilayotgan ehsonliklarni Alloh subhanahu va taolo qabul qilsin, jannati bilan siylasin. Barchalardan Alloh qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.